Tushib ketyapti-ku bu. Ko'taring. Samarqandlik boy akalar diqqatiga. Ko'rib turgan hovlimiz yarimta limon narxiga berib yurar ekan. Videoni oxirigacha tomosha qiling, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Hozir sizlarga 3 sotixga qurilgan 3 qavat plus podvali bilan 4 qavatli bo'lgan binoni ko'rsataman. Agar binolar maydonda aytadigan bo'lsam 500 kvadrat metr tashkil etadi. Undan oldin mahallani ko'ramiz, qarang. Qoq markazi. Shundoq sixoz institut bo'lyapti. To'g'rimizda bu yoqda Manresa restorani, hovlimiz mana shu joyda joylashgan. Yon atrofda ham oddiy hovli yo'q, hamma Rublyovka deb atanar ekan bu yerda. Rublyovkadan zo'r hovlini ko'ramiz. Zamonaviy uylar. Kecha reels chiqargan edik. Zamonaviy uylar va antiqa uylar farqi. Mana zamonaviy uylarni hozir tomosha qilamiz. Darvoza avtomat, aqlli uyimiz bugun. Xo'p, fasadlarimiz do'stlar to'liq granit natural toshdan foydalanilgan. Mana so'qillarni qarang, qanday zo'rdan qo'yilgan, oyoqdagidek plitkalar. Xo'p, bu yerga mashina qo'yib qo'yamiz, qishki kuni mazzagina issiqlanib turadi. Endi hovli qismiga o'tamiz. Hovlimizning o'rtasida zamonaviy basseyn joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, bu ochilib ustini yopib qo'yish ham mumkin ekan. Ikkita suv bor, bittasi shahar suvi, ikkinchisi skvajina nasoslari bilan birgalikda. Uyimizda to'g'risida yozgi oshxona joylashgan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Kadastr hujjatlari bor, asosiysi markazi bo'lyapti bugungi kunimiz. Yozgi oshxonadan bemalol foydalansak bo'ladi. Mana bu joyda bitta xona bor ekan. Qarorxona qilib qo'yganman deyishdi. Xonadon egasi, marhamat. Domofon sistemalari bu yerda ham bor ekan. Hamma yoqda kamera qilingan. Bu bitta kabinet qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Oho! Aytayman, bu yerda umuman prostoy, ya'ni oddiy narsa ishlatilmagan. Juda ham qalin, uni qarang. Qalinligini dahshat. Xullas, mochniy va sochniy qilib qurilgan hovli bo'ladi. Olgan odam hech qachon afsuslanmaydi. Yarimta limonga nima ham berardi hozirgi kunda. Hozir bu yerdan biz uyimizda isitish va sovutish va suv nasoslarini ko'rib chiqamiz. Bu yerga kirsangiz boshingiz aylanib qolishi aniq. Ustakalarimiz buni hammasini tushunadi. Mexanizm sistemalarini qarangizlar. Vau, dahshat. Endi bu yerda boiler deysizmi, nasos deysizmi, filtr deysizmi, hammasi joylashgan. 3 faza tok ham kiyilgan bu yerga dedi. Bassendagi suvlarni filtrlash, tozalash nasoslari ham shu yerda joylashgan. Katyollarni ko'ryapsizlar, bittasi 3 fazaga ishlar ekan, ikkinchisi 220 ga. Xullas, katyollarning har xillaridan bor. Endi biz hozir xonalarni tomosha qilamiz. Mana bu yerda har ehtimolga qarshi boshqa bo'lib qo'yilgan, bu shaharda suv bo'lmay qolsa, mana shundan bemalol foydalansak bo'ladi. Filtrlarni ham ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, sabrim yetmay ketyapti. Ushbu uyni xonalarini sizlarga ertaroq ko'rsatishni istayman. Shuning uchun hozir tez ko'rsatishga harakat qilamiz, video cho'zilib ketmasligi uchun. Keling, hozir bu yerdan birinchi qavatni tomosha qilamiz. Birinchi qavatimizda oshxona, zal va bitta sanuzel joylashgan. Mana hol qismimiz bo'ladi. Keling. Bu yerda uyimizda mehmonxonasi. Hashamat yo'q, oddiy chiroyli qilib ta'mir qilingan, hech kimning me'dasiga urmaydi bu ta'mir. Konditsioner, lustra, parda, gilam, yumshoq mebel hammasi bor do'stlar. Asosiysi aqlli uydamiz. Telefon orqali ushbu uyni xohlagan mamlakatingizdan turib boshqarishingiz mumkin bo'lar ekan. Endi oshxonasiga o'tamiz. Xo'p, bu uyimizda qishki oshxonasi deb atasak bo'ladi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, oshxona mebellari juda ham chiroyli tarzda yasatilgan. Muzlatgichlari mana bu tomonda, mana ko'ramiz buni. Xo'p, oshxonamizda yana bitta eshik bor ekan, bu hovli tomondan kirib chiqish mumkin bo'ladi. Undan tashqari oshxonamizda kladovka uchun ham joy qoldirib ketgan ekan. Mana bu joyda mana kichkinagina kladovka bor, agar bonka-sonkalar qo'yamiz desanglar, marhamat joy bor. Va bu tomonda ham chiroyli qilib mebel yasatib qo'yilgan ekan. Aytdim-ku, texnikalar hammasi ham aqlli texnikalardan. Xo'p, sanuzelni ko'rsatamiz. Marhamat, oppoqqina sanuzel bo'lyapti. Bu birinchi qavatdagi sanuzel bo'ladi. Endi marhamat qilib do'stlar, ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Har bir xonada domofonda monitorlar bor. Yuqori qavatimizda do'stlar master bedroomlar joylashgan, ya'ni yotoqxonalar. Hozir shularni tomosha qilamiz. Har bir xonaning o'zini alohida sanuzellari bor ekan. Marhamat. Voy, mana bu. Bonuska do'stlar, kim olsa ham. Xo'p, ota-onalar uchun yotoqxona, spalnisi bor, shkafi bor. Bu yerda ham konditsioner, har bir xonada deraza bor. 2 qavatli pardalar ochib ko'rsata olmayman. Hozir bu xonasini ko'ramiz. Marhamat. Jacuzzi ga marhamat mana. Zo'ridan qo'yilgan ekan jacuzini ham. Dushlarni qarang.
Chotki. Zo'r qo'yil qolmasdan iloji yo'q, faqat havas qildim, orzu qildim. Hamma obunachimga mana shunaqa uylar nasib qilsin deb niyat qilib ham qoldim. Agar siz ham niyat qilgan bo'lsangiz, videoga bir dona like bosib qo'ying va shunaqa chiroyli uylar sizlarga ham nasib qilsin deymiz. Xo'p, bu xonamiz bolalar yotoqxonasi, balkon bor, ochiq balkon, reshotkada hamma tomoni va mana bunaqa joy bo'lyapti. Bu yerda to'pli pollar qilingan do'stlar, devorlarni ko'rayotgan bo'lsangizlar, aboyda oq rangli aboylarda. Endi adashmasam uyimizda 10 ta xona bor do'stlar, 10 ta xona. Ikkinchi xonamiz marhamat. Bu yerda ham bitta kattalar uchun yotoqxona qilib foydalansak bo'ladi. Qiz bola uchun, o'g'il bola uchun alohida spaniyalar bor. Marhamat, bu yerda dushavak kabinani ko'rishingiz mumkin. Endi bu hududda bilasizlar, suvdan, gazdan muammo bo'lmayapti. 24 soat bor. Silxoz institut yoki Manresa restorani bo'ladi. Va navbatdagi yotoqxona bu yerda ham sanuzil bor ekan do'stlar. Mana buni ham ko'rsatib o'tamiz. Tez ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugun juda ham katta uyni ko'ryapmiz. Video cho'zilmaslikka harakat qilib o'tamiz. Hozir do'stlar, nimaga chiqamiz? Yuqori etajga, ya'ni mansardaga juda unumli foydalanilgan mansardadan ham marhamat mana shunday koridor bo'ladi. To'pli pol tizimlari mana shu yerda joylashyapti. Elektromontajlar, Wi-Fi har bir xonamizda bor do'stlar. Hozir xonalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, yuqori qavatimiz. Derazalar reshotkada, xavfsizlik zo'r ta'minlangan. Xo'p, bu tomonda sanuzil bo'ladi. Marhamat. Laminatlar ham zo'ridan qo'yilgan ekan. Endi keyingi xonasi. Mana bu yerda bitta katta zal bo'lyapti. Yosh bolalar shuni yozda mana shu chiqarib orasida mazza qilib o'ynaydi mana shu yerda. Bu yerda ham ochiq balkon bor do'stlar. Xo'sh, ha. Umumiy sanuzil koridordagi yuqori etajimizdagi umumiy sanuzil bo'ladi va hozir mana bu yerda yana bitta xona qolyapti. Mana bu yerdagi deraza bu darvoza tomonga qaragan mana. Gagarin ham bu yerda bir qara mana Gagarinning ko'chasi ko'rinib turadi mana shu yerda. Podval qoldi. Do'stlar, hozir podvalni ko'ramiz. Podval qarasang nimalar turibdi bu yerda? Kim biladi bu nima? Bilganlar bormi? Kommentariyada yozib qoldiring. Uncha tashkilotlarda yo'q narsalar turibdi bu yerda. Uyda hech qachon svet o'chmaydi do'stlar. Kim olsa ham bu yerda hech qachon svet o'chmaydi. Ko'rib turganingizdek bu yerda nima deydi? Transformator, UPS, xullas Wi-Fi tizimini o'zi 5000 dollarga tushgan ekan. Mana shu narsani o'rnatishni o'zi 5000 dollar. Undan tashqari mana akkumulyatorlarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi nazorat ostida. Podvaldan siz sport zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Agar siz sportga qiziqsangiz, mana bu yerda ham xonasi bor. Mana bu temirlarimiz basseynning ustini yopib qo'yarkan. Qishki kuniga bu narsalar basseynning ustiga yopilar ekan mana. Materiallarigacha bor. Mana shu bugungi uyimiz. Xo'sh, qalay hovlicha? Zo'ra? Uying bo'lsa shunaqa bo'lsin-da. Orzu qilmasdan iloji yo'q. Narxini tanishtirib o'taman, eslab qoling. Ushbu hovlimizga 550 ming dollar so'ralyapti. Yana savdosi bor. Qiziqqanlar telefon qilamiz. Qiziqmaganlar, qiziqqan odamlarga shundoq ushbu videoni jo'natib qo'yamiz. Hamma obunachilarimizga bundan zo'ri mana shunaqa uylar kamida nasib qilsin deymiz. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Bizni qo'llab-quvvatlab kelgan barcha obunachilarimizga kamida shunaqa uylar nasib qilsin.